Bitta shu qurtobdan tayyorlab ko'ringlar. Вообще zo'r chiqadi. Birinchi bo'lib nonlarimizni xuddi shu ko'rinishda to'g'rab olamiz. Qisir nonlar bilan zo'r chiqadi-da. Endi bo'za qurtlarni qonchada maydalab olamiz. Yog'li suzmani ozgina suyultirib olasizlar. Gazli suv xohlasanglar, oddiy suvda ham suyultirsanglar bo'ladi. Yumshoq pishadigan laxmol go'shtimizni to'g'rab olamiz. Parra to'g'raverasizlar. Yog'imizni qizdirib, go'shtlarni qovurishni boshlaymiz. Tabga ko'ra tuz murchlarni beraverasizlar. Yaxshilab qovurib, dimlashga olib qo'yamiz. Go'shtimiz tayyor bo'lgunicha pomidor bodringlarni to'g'rab olamiz. Qisqasi o'zimizning milliy achchiq salatida qizil piyozni ham to'g'rab qo'shib yuboramiz. Ketidan ukrop kashnitcha ham mayda qilib to'g'rab qo'shib yuboramiz. Ozgina tuz berib aralashtirib yuboramiz. Yaxshi sifatli sariyog'ni eritib olasizlar. Endi bo'lsa nonimiz ustidan suzmali massani quyamiz. Ketidan maydalangan qurt ustidan salatimizni yoyib chiqamiz. Yana qurtimizni sepamiz. Yumshoq pishgan go'shtimizni ham tayyor solamiz. Ustidan go'shtimizni selini ham so'ramiz. Yaxshilab qizib olgan sariyog'imizni ham ustidan quyib yuboramiz. Qurtobamizni ham tayyor, xohlasanglar zakazga ham qilib beramiz. Video yoqsa bitta like bosib yaqinlarga jo'natib qo'yinglar.